Balalık devrimni eslashni xohlamayman. Chunki balalık devrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balalık devrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas bes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Savaqdaşlar, bugün mening sizlarga so'zlamoqchi bo'lganim psixologiyadagi qilmishizmchilik nazariyasi, qilmishizmchilik nazariyasi. Qilmishizmchilik nazariyasi nima tushuntirdi degan vaqtda, odamda, ba'zi odamlarda shakllanib qolgan odatlarni, qiliqlarni, harakatlarni, mayli nachar bo'lsin, mayli ijobiy qiliqlarning qanday bo'lib shakllanganligini, bu qiliqlarni qanday qilib kuchaytirib, qanday qilib ojizlashtirganligini tushunib o'tamiz. Ham bu darsda agar to'g'ri tushungan vaqtda bolalarni kichik vaqtdan boshlab ota-ona o'zi xohlagan yoki bo'lmasa to'g'ri bo'lgan ba'zi aktiv ijobiy bo'lgan qiliqlarni shakllantirishga foyda bor. Undan boshqa bolalarda allburun shakllanib qolgan ba'zi qiliqsizliklarni, nachar odat qiliqlarni yeshish yoki o'zgartirishga nisbatan belgilik darajada ta'sir ko'rsatadi. Hamda odamning qilmish harakatlari 3 xil usulda shakllandi. Ya'ni birisi odatlanish, ikkinchisi klassik shartlanish, uchinchisi mashg'ulot orqali shartlanish. Unda biz bu 3 xil usulni ayrim-ayrim ko'rib baqaylik. Birinchisi odatlanish. Odatlanish degan nima? Odatlanish deganimiz ma'lum bir yot harakatning yoki bo'lmasa yot shay'ining bizga ko'rinish qatim sonining eshib berishiga ergishib, yoki bo'lmasa bizning uni qilish qatim sonimizning eshib berishiga ergishib, u bizga bir tunish bo'lgan narsaga aylanish. Yoki bo'lmasa aslida bizning tunish bo'lgan muhitimizda yo'q bir narsa tunji qatim kelgan vaqtda bizga g'alati ko'rindi, ammo u takrorlanish jarayonida yana bizning tunish bo'lgan muhitimiz ichiga kirib ketadi. U bizning tunish bo'lgan muhitimiz kirgan vaqt shu degan vaqtda u bizning odatimizga aylanib qolgan bo'ldi. Masalan, hey desam, hammanglar tunji qatim qaraysizlar. Ikkinchi qatim hey desam, bu 2, 3, 4-chi qatim bo'lganda sizlarga nisbatan bu hech qanday bir xil tuyg'u bermaydi. Balkim bema'ni tuyulishi mumkin. Demak, men tunji qatim hey degan vaqtim bilan keyingi 2, 3-chi qatim o'xshamaydi. Tunji qatim biz ma'lum o'zimizga tunish bo'lmagan, mayli ovoz g'idiqlanish bo'lsin yoki ko'rish sizimiz orqali bo'lsin yoki o'miz qiliq harakatlarimiz bo'lsin, tunji qatimimiz g'alati tuyuladi. Ammo 2, 3, 4-chi qatim takrorlanish jarayoni bo'lsa, bu bizning o'zimizga tunish bo'lgan muhit kirib ketadi-da, biz bunga tizla odatlanib qolamiz. Yoki bo'lmasa bunday faraz qilaylik, dadanglar yoki opanglar yangi televizor sotib oldi. Sizlar maktabdan qaytib
Öyle kirsanglar bir televizor tug'dik. Şunlar vah televizor deb xo'sh bo'ldinglar. Ertesi vah televizor. Üçüncü günüm vah televizor. Dördüncü günüm vah televizor demeyende. Neymiş kalsa tuncu günü bu televizor bizge yeni şey, biz hayacanlandık. Ama 2, 3, 4. gün çıksa o bizge tekrarlanışa, körüş çizimimiz arkalı tekrarlananda bu bizge adetlenip ketken hesaplandı. Biz bunu adetini işleyemiz. Çünkü televizor bu kadar bizge tunuş boğan muhit şekil ketdi. Hareketlerim şunda buldu. Bazı adamdaki hareketler tunç ketim çıkan vakta galit tuyuldu. Keyin ço degende o tunuş. Mesela şopurlukni o'rgangan vaqtda nurg'a odamlar şopurlukni o'rganishdan burun tunç ketim mashin chiqqan vaqtda hayajonlandi mesela. Jiddiylikda rol tutganda bo'lsin yoki xot sağgan vaqt jiddiylikda. Ammo bu haydavri jarayon cho'sa bu odam u harakatga burun odatlanib bo'ldi. U odatlanib bo'lgandan keyin uni xotni ma'ning salaman deymizmi? Qo'lida tabiiyla xotni yotkash narsalari intayin tabiiy holatga yoki rolni qandoq burash bu tabiiy holatga kirib ketgan gap. Yoki bo'lmasa sizlar tunji qatim uyingizga qaytish yo'lida yoki ma'lum bir yerga tunji qatim borgan vaqtda cho'qim shu joyga sizlarni boshlab boradigan vakil xarakterlik jismlar qarab olsizlar. Bu yerda eriq va, bu yerda daraxt va, bu yerda yo'l va, oyoq qorilman deb. Ammo 2, 3, 4, 5 qatim bo'lgan degan vaqtda sizlar uning atrofidagi muhitga zang sanmay turib bora olasizlar. Boshqa narsani xiyol qilib turib bora olasizlar. Nemish qolsa, bu takrorlanish jarayonida atrofdagi shay sizlarga tunish bo'lgan muhit qaynab ketgan. Undan buni biz turmushimizdan qanday yalaqmiz deymiz. Biz ballarni qilayli, bir ota-ona balasiga bir chayliq o'yinchi qilib bu bal degan shundoq o'ynaydi. Hech nima bilan kari yo'q, tomoq yemay o'ynaydi. Atsim o'ynash mumkin, o'g'illik. Ama 4, 5, 6. kunlarcha bu o'yinchiqni ya tashlatish mumkin yoki o'ynamas mumkin. Nemish qolsa, bola tunji qatim bu o'yinchiq ko'rgan vaqtda uningga tunish bo'lgan muhitda bunday o'yinchiq bo'lmaganlik uchun bola bir xil hayajonlandi. Ammo 2, 3, 4 qatim bo'lsa bu o'yinchiq uning allibirin o'zining muhit ishiga kirib ketganligi uchun buningdan hech qanday hayajonlanmaydi. Shunga bu xil odatni hech qanday narsa bo'lsa, tunji qatim bu yot narsa, ammo takrorlanish jarayonida bizga o'xshash muhit kirib ketgan. Unda arayallar o'tirisidagi munosabat qanday bo'ldi? Har qanday ayolning hamda to'y qilish jarayonida u tunji qatim ko'rishgan vaqtda yoki dastlabki mezgillarda intayin bir xil bir-birisiga nisbatan qizg'in muhabbat yoki hissiyot ichida yashaydi. Nemish qolsa, chunki ayollar bir-birisiga nisbatan tunji qatim o'xshamagan muhitda. Ular nisbatan shiklisi bir xil g'idiqlig'uchi muhit yoki bo'lmasa bir xil qiziqish tuyg'usini beradigan bir xil yot muhit hisoblandi. Shu bularda bir-birisiga intayin cho'nqur qiziqish shakllandi. Ammo ko'rishavergandikincha to'y qilgandikincha, bir uyda turavergandikincha, albatta qarshi taraf, yan bir tarafga nisbatan burun odatga aylanib qolgan bir muhit qaynab qoldi. Bunday vaqtlarda bularda hissiyotning tuvallishi bu tabiiy ahvol hisoblanadi. Shunday bo'lgan ayollar bu nuqtani tushunmaganlik uchun ba'zi ayollar mesela yo'ldoshim men burunqidek muomala qilmaydigan bo'ldi, burunqidek qizg'in muomala qilmaydigan bo'ldi deb o'ylaydi. Amaliyotda bu psixologiyadagi bu bir yuzlanish, bu bir tabiiy taraqqiyot bo'ladi. Uning burunqiga o'xshab qizg'in bo'lib ketishi mumkin bo'lmaydi. Nemish qolsa, tunji qatim vaqtda u ayol yoki yo'ldoshi uning nisbatan bir yot muhitda. Bunday vaqtda xuddi kichik bola o'yinchiq ajoyib qiziqib ketgandek, uning butun diqqat nazarini beradi yoki butun kuyinishni beradi. Ammo vaqtning suzalgan siri cho'sa, qarshi taraf bir-birisiga nisbatan tunish bo'lgan muhitga kiradigan gap. Bu odatlanishning ayollar o'tirishi. Shu ayollar o'tirisidagi nikohning hissiyotning o'ziga asoslanib bu nikoh turmushni davomlashtirman desa bu mumkin bo'lmaydi. Hissiyot orqali nikoh qurilishi mumkin, ammo mas'uliyat orqali bu nikoh eng oxir davomlashadi. Hargiz hissiyot orqali men davomlashtirman desa, bunday nikohlarning ko'pinchisi cho'qim belgilik darajada qiyinchilikqa yoki tushunmaslik yuz bergan gap. Biz buni odatni deymiz, odatlanish deymiz. Odatnish. Mesela kichik bola nima deylik? Kichik bola tunji qatim yuzini yuvgan vaqt ajoyib hayajonlanib ketishi mumkin. Ammo 2, 3, 4, 5 qatimcha uning yuzini yuvish allibirin odatga aylanib qoldi. Hayajon degan narsa yo'qaydigan gap. Ham odatnishdan odam qanday foiz olsa, odatnish odamni xatardan saqlaydi. Masalan, men sinfda sizga dars davataman, men 5-6 qatim, 7-8 qatim o'tgandan keyin bu yerdagi bolalar men tunish chiroyga aylandi. Tuyuqsiz, notush bir fikr shu. Meni diqqatim butun silidan
dal shu muhitga natmış bo'lgan shu odamga tushadigan gap. Men bu odamni kuzdiman. Bu odam men xatar yetkazammi, yetkazmamdi. Agar u men xatar yetkazsa, men darhol uningda o'zimni aqchiman. Agar xatar yetkazmasa, tunji kuni uningga qiziqaman, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kunlar uchsa, u mu sizlarning mush aranglar kirgitida bizning muhitimiz kirib ketgan bo'ldi. Shunga bu xil odatnish odamni nurg'ulg'an xatarlardan saqlaydi. Yoki o'yga ketib borsizlar. Tuyuqsiz uyangning yenda aslida yo'q bo'lgan ma'lum bir narsa tiklanib qoldi masalan yoki tumirishatka yoki bo'lmasa sizlarga natmış bo'lgan bir jism paydo bo'lib qolgan bo'lsa, sizlar tunish muhitdan darhol shu muhit ishidagi sizlarga natmış bo'lgan muhitga sizlar diqqat qilasizlar. Bu vaqtda yuksak darajada diqqat qilasizlar. Uning sizlarga bo'lgan xatini olib chiqasizlar. Agar xatarlik bo'lsa, uningdan o'zinglar qilsa yoki uningga belgi tadbir qo'llansa, xatarlik bo'lmasa, u mu kunlavrish jarayonida sizning muhitingga aylanib ketadi. Odatlanish. İkinchisi klassik shartlanish. Endi klassik shartlanishda biz ekran qarab boqaylik. Ekranda diqqat qilsak, u yerda bir qo'ng'iroq bor. U yerda bir isht bor. Qo'ng'iroq jiringlatgan vaqtda ishtda hech qanday inkas bo'lmaydi yoki sho'lga yoqmaydi. Inkas bo'lishi mumkin, qarish mumkin, ammo ishtda sho'lga yoqish yuz bermaydi. Ikkinchi rasm, qo'ng'iroq bor, go'sht bor. Shundan go'shtni ko'rgan vaqtda ishtda sho'lga yoqish boshlaydi. Qo'ng'iroq jiringlatimiz. Şondan go'shtni ko'rib, ishtda sho'lga yiqish yuz berdi. Biroq bu go'sht bilan biz qo'ng'iroqni birlashtirib etdik. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qatim qildik. Eng oxirgi rasmda cho'lsa, go'shtni olib etiblar, qo'ng'iroq jiringlatdik, ishtda sho'lga yiqishga boshladi. Biz buni klassik shartlash deymiz. Yana bir qatim deyman, ha. Avval qo'ng'iroq jiringlatgan, ishtda hech qanday sho'lga yaslanmagan. Ammo ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qatim biz qo'ng'iroqni nim bilan birlashtirdik degan vaqtda go'sht bilan birlashtirdik. Ya'ni go'shtni qo'ydik, sho'lga yoqdik, qo'ng'iroq jiringlatdik, go'shtni qo'ydik, qo'ng'iroq jiringlatdik, go'shtni qo'ydik, qo'ng'iroq jiringlatdik. Eng oxiri cho'si go'shtni olib etib qo'ng'iroq jiringlatsak, ishtda sho'lga yiqish boshladi. Unda esa ishtdan sho'lga naqizayotgan narsa qo'ng'iroqmi yoki go'shtmi degan vaqtda amaliyoti go'sht. Go'sht bevosita g'idiqlovchi hisoblanadi. Ammo vaslı gıdıqlıqsı qaysi edilsə, qo'ng'iroq. Ən axırda go'shtni olib etsekmi, ishtda sho'lga yiqish boshladi. Biz buni klassik shartlash deymiz. Buni psixolog Ivan Pavlo tajriba etib bo'lgan. Shunga bu xil tajribani, bu xil shartlanishni biz nimalarga yo'tkab tushundiramiz degan vaqtda odamlarda shakllanib qolgan ma'lum narsalardan qo'rqish. Ma'lum narsalarni yaxshi ko'radigan, ma'lum narsalardan bezor bo'lish odatlarni biz klassik shartlanish orqali tushundiramiz. Unda buni qanday tushundiramiz? Unda esa ishtning bu xil tajribasi cho'qim yodingda bo'lsin, men buni yili boshqa narsalarga yo'tkayman. Unda men bir qatim so'rayman sizdan. Bevosita g'idiqlovchi qo'ng'iroqmi, go'shtmi? Bu yerda bevosita g'idiqlovchi albatta nima? Go'sht, to'g'ri? Vositali g'idiqlovchi bo'lsa qo'ng'iroq. Ammo vaqtning o'tishi bilan isht nima shartlandi desa, qo'ng'iroq shartlanib qoldi. Shunga go'shtni olib etsakmi, qo'ng'iroq jiringlatsakmi, ishtda sho'lga yiqish boshladi. Unda esa biz ikkinchi rasm ko'rib boqaylik, Buni psixolog Torundayk etgan bir tajriba. Ya'ni kichik robot tajribasi deb qaraymiz. Kichik robot tajribasi qanday qilib berilgan desa, kichik robotga nihoyatda chiroyli to'shqandan birini qo'ygan. Tunji qatim robot to'shqanni ko'rgan vaqtda to'shqanga bir xil amroq bo'lib qolgan. Uni qo'rqash hissiyoti yuz bermagan. Ammo to'shqanni ko'rsatgan vaqtda Torundayk qanday qilgan desa, buvoqning oqiga chiqib, bolqi bilan metal qilgan. Jang'ida ovoz chiqargan. Chunki insonning tug'ma qo'rqishi birsi ullik ovozdan tug'ma qo'rqaydi, ham birsi qo'ldan siyrilib chiqib ketishdan qo'rqaydi. Bu tug'ma qo'rqash ham bu. Ham birsi jilandan tug'ma qo'rqaydi. Qolgan narsadan qo'rqashdan ham shartlanib qolgan deb qaraymiz. Unda bo'lsa, robot to'shqanni ko'rdi, bolqi bilan metal urildi. Robot yana to'shqanni ko'rdi, metal bilan bolqi urildi, ullik ovoz qo'rqdi. Eng oxirida bolqi bilan metal urmay turiblar, to'shqanni ko'rsatsa, robotda qo'rqash yuz berdi. Bu qatim garchi ovoz bo'lmasimi? Uni bevosita qo'rqash sezimini keltirib chiqarayotgan metal bilan bolqini urgan vaqtiki bu xil bevosita g'idiqlovchi bo'lmasimi? To'shqanni ko'rib qo'rqib ketgan. Unda biz o'ylab boqaylik, robotning qo'rqishini keltirib chiqarayotgan narsa haqiqatanda bolqimi yoki bo'lmasa to'shqanmi deganda amaliyotda bolqa bevosita keltirib chiqaruvchi. Vosita keltirib chiqaruvchi qaysi esa to'shqan. Biroq keyin bundaq narsaning 3-4 qatim takrorlanishi oqisida garchi ovozni anglamasmi, kichik robotda qo'rqash paydo bo'lgan. Tushundingizmi? Yaxshi. Unda men buni mundaq tushuntirib qo'yay. Ba'zi bolalarda lag'man yemaslik shakllanib qolgan bo'lishi mumkin. Lag'manni ko'rsalam bearam bo'lgan. Biz buni psixikada mundaq tushundira olamiz. Masalan, bu bola bir kun lag'man yeyotdi.
Yatqanda atanız qattiq urishib ketdi, yoki bo'lmasa varanchuron qildi, ovoz chiqdi. Chunki ullik ovoz har qanday vaqtda kishilarga bir xil vahima, qo'rqinchni tug'im paydo qildi. Lag'mayatdi, atanız urishib ketdi. Lag'mayatdi, atanız urishib ketdi. Keyin atanız bo'lmasimi, urishmasimi, bu balda lag'mayisa biyaram bulash yoki qo'rqash paydo bo'ldi. Qo'rqash gerçi bevos qo'rqib ketmasmi, lag'man deblam. Ammo uningda lag'mandan bezor bo'lish shaklda. Yoki bo'lmasa bu balam suiqashyapti. Tuyuqsiz atanız urishdi. Ikkinchi kun suiqashgandim atanız urishib qolgan bo'lsa, unda olsa bu balda keyincha nimadan bezor bo'lish kelib chiqish mumkinsa, suiqashdi. Bu bir o'qitish qo'yamdi. Yoki bo'lmasa yana biz misol keltiraylik. Nurg'un bolalarning nima ishqa kitob ko'rishni yaxshi ko'rmasligi. Kitobni ko'rsa besh og'riydi, kitobni ko'rsa besh og'riydi, kitobni ko'rsa uningda bearamlik his qiladi. Yoki bo'lmasa sinf qibosida bearamlik his qildi. Bu qanday ahvoldan yuz berdi? Biz buni bundoq tushuntiramiz. Bir bola kitob ko'ratib, ma'lum narsani tushunmadi. Tushunmagan vaqtda bu bolani o'qituvchisi yoki bo'lmasa ota-onasi tilgan bo'lsa, ayblagan bo'lsa, "Mushuni bilmadingmi?" dedi. Kitob. "Mushuni bilmadingmi?" dedi. Bu bir odamni ayblashning o'zi odam bearamlik tuyg'u paydo qiladi. Bu bola ota-onasining ayblashini kitob bilan bog'lab oldi. Mana shunday aytgan vaqtda, "Ma kitob qo'ng'iroq hisoblandi." Ota-onasining ayblishi bevosita uni bearamlik paydo qilyotdi. Kitob paydo qilmagan dastlabda. Uni bearam paydo bo'ldi. Qo'ng'iroqning o'rnida nima bo'lsa kitob. Kitobni ko'rdi, bearam bo'ldi. Kitobni ko'rdi, tilidi, kitobni ko'rdi, tilidi. Keyin bu bolani ota-onasi tillamagan taqdirdimi? Kitobni ko'rganda bearamlik kelib chiqdi. Shunga bolalarning o'qish qizg'inligini kim yo'q qilib mana shunda ayblashlar. Shunga bolalarning asli o'qish qizg'inligini tushuntirish orqali bilganda qizg'idi. Agar u bilmagan vaqtda ayblangan shu kundan tortibla bola qachonda kitobni ko'rsa, xuddiliqi qo'ng'iroqchasi ishdan sho'lga yoqqandek, bola kitobni ko'rsa bearamlik tuyg'u paydo bo'ldi. Ya'ni ba'zi ayollarning yoki erlarning uyga kirish xushi yo'q. Uy kirsil bearam bo'ldi. Uy kirsil bearam bo'ldi. Uy kirsila uning bir xil g'alati nima deb qo'ymiz, bizarlik tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu nereden kelib chiqdi? Buni muhit orqali shartlash deymiz. Muhit orqali shartlash degani nima? Masalan, siz bir uy kirdingiz, bir ayol uy kirdi, yo'ldoshi uni bilan urushib qoldi. Ko'ngli bearam bo'ldi. Biroq bu vaqtda bevos bearamlik keltirayotgan nima bo'lsa yo'ldoshi. Ammo bu ayol shu uyda muhit qaraydi. Televizor qaraydi, turist qaraydi. Qaramayman deb qarama. Chunki u ko'zini jumbilab urushmaydi da yo'ldoshlar. Urushdi, ko'zi muhitni ko'rdi, urushdi, ko'zi muhitni ko'rdi, urushdi, ko'zi muhitni ko'rdi. Keyin yo'ldoshdan urushmasimi, yo'ldosh bo'lmasimi, bu uyga kirsalar bearamlik paydo bo'ldi. Erlardim shu, ayollardim shu. Shunga ba'zida böyle uydan bezor bo'lish mushunda shakllangan bo'ldi. Unda qanday qilish kerak? Menimcha uyni qayta bezash kerak. Yoki bo'lmasa bu uydan ko'chib ketishmi oqilonlik. Ammo bu iqtisodiy masala hamda uyni bezib o'tish kerak. Hech qanday bir nim paydo bo'lmasimi? Gerçekten urush bo'lmagan taqdirdami, uyni bekki pul chiqarib bezab ketmasimi, 3-4 yilda 5 yilda degandek bir qatam uy jozilarini o'rnini almashtirib etsin bo'ldi. Agar iqtisodiyot bo'lsa, oz pul xarjlab har xil shaklda chiqarib etsin bo'ldi. Chunki bu orqali aql shartlashni yo'q qilib etkil bo'ldi. Yoki bo'lmasa odatnish dedik-ku bayatin, odatnishdiliqqa kuna vergandikin qizg'inlik qolma dedik. Buningmi foydasi bo'ldi. Chunki bu xil odatnishdimi odam bir xil zerkish paydo bo'ldi. Ma'qul klass shartnish bo'lsa bearamlik shakllandi. Bearamlik shakllangan vaqtda men bayatin dedim, bu o'yini ancha-muncha o'zgartirib etsa, balki mashinanga belgilik darajada foydasi bo'lishi mumkin. Klassik shartlash deymiz. Yana biz shu televiziya teatrlarini misol televiziya ilonlarini misol qilsam. Bir intayin güzel bir artist qo'lda ma'lum bir ichimlikni yoki suvni danglab chiqdi. Chiqqandan keyin tomoshabinlar suvni ko'rdi, u chiroyli kelishgan artistni ko'rdi. Güzel narsaning har qanday odamda dopamin qo'zg'aydi. Ya'ni uning bir xil intilishni paydo qiladi. Tushunalmi? Suvni ko'rsatdi, uningda xushal tuyg'u paydo bo'ldi. Suvni ko'rsatdi, xushal tuyg'u paydo bo'ldi. Suvni ko'rsatdi, xushal tuyg'u paydo bo'ldi. Televizorda. Endi bu odam tallavozor kirgan vaqt hargiz u artist uningga suvni ko'rsatib ma'nolan demaydi. Ammo shu suvni ko'rgan vaqtlar, o setvog'chi xaridorda darhol elqi go'zal tuyg'u paydo bo'ldi.
Dopamin qo'zg'aldi. Dopamin o'zi ashna ol deydigan bir narsani itildirib ekan. Suni ko'rgan vaqtda xuddilaqa ishning sho'lga yoqqanda kishilarning sho'lga yoqdi ekan. Amaliyot uning sho'lgini oqizayotgan narsa u ichimlik emas. Balki mash artist bo'lishi mumkin. Yakum sva kasal. Demak bu ilonda eng ko'p ushlaydigan. Şuna ilanlarning ko'pincha ko'rsak, nəhayət kilishga odamlarni yoki kilishga manzillarni chiqarish orqali o mahsulotga shu xaridorni bir xil shartlashni olib boradi. Bu ilon san'atida ishlatiladigan usullar. Shuni atamsizlar, biz buni deykenmiz klassik shartlash deb ataymiz. Undan sonra klassik shartlashni yaxshilag'im shartliklar bo'lamdi. Masalan, bir balni tug'malda kitobga yaxshi ko'radigan yoki muzikaga yaxshi ko'radigan yoki bo'lmasa va hokazolar. Bo'ladi. Adamның туғымы яқшы көрген нәрселері бар. Adamның туғымы яқшы көрген нәрселерден неме десе, бірсе мүші татық нәрсін туғымы яқшы көрді. Яны бірсе, адетте ешіне туғымы яқшы көрді. Ешіне туғымы huzur берді адамларға. Мұш арқылық шәртлешеп басақ болды. Мәселен, бір кішік баланы, ана мәселен кішік баланы имтіп атқан вақта, Aşnağa kitap oxup bəsə, yoki muzika anlatıb bəsə, yoki aşnağa küzü kösüb durub şu nərsələrini, bala uzunluğan nərsəgə, nərsini kösüb bəsə, hər qətin bəlkə bala kitabını görgən vaxtda, onun da dəstəpdə apısını əmgən vaxtdır ki, duyğu peyda buluş mümkün. Yoki olmasa, qərib işlədilən kitab qılıqı, əsəl sütüb bu yaş arqılıq. Bala əsəlini yala vurdu, amma yalaş jarayonida kitabını ko'rdi. Əsəlini yala vurdu, kitabını ko'rdi. Əsəlini yala vurdu, kitabını ko'rdi. Keyin bala kitabını ko'rgan vaqtda nima shakllansa, əsəlni yegan vaqtga yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi. Bu orqali balalardagi klassik shartlash orqali biz ba'zi yaxshi qiliqlarni tug'malda, tug'ma inkosi bo'yicha shakllantirsak bo'ldi. Onda olsa, mening sizlarga so'zlaydigan 3-noktam nima degan vaqtda mashg'ulot shartlanish. Ama bu mashg'ulot shartlanish oldingi qisqiga qaraganda texmi muhim. Chunki bu biz maqsadga oldi ba'zi qiliqlarni shakllantirishda bu bek muhim narsa. Sal diqqatingizni yig'imsanglar, ma'nosiga nisbatan sal qiyib ketishi yuz berishi mumkin. Onda olsa, mashg'ulot shartlanishni deyishdan burun men tuvandagi tajribani, Chashqanning tajribasini misol qilay. Chashqan tajribasida B.F. Skinner yapgan bu tecrübeni. Bu tecrübede bir çaşkanını qapazga sulab qo'ygan. Bu qapazning ichida ma'lum bir kunupka var. Kunupkadan birisi var. Bu kunupkani bassila qapazning ichiga irimchikka tushdi. Shundan tunji qatim chashqanni bu qapaz sulib etgan vaqtda chashqan har xil harakatlarni qilgan. Yili bu yang usib baqqan, yili u yang usib baqqan, yili oqi usib baqqan, yili tatlab baqqan, yili chiqirab baqqan. Ammo tasoddifiy mush harakatlarning ichida tasoddifiy şu aldığın qo'li kunupkaga tekitib qolganda irimchik chiqqan. Tasoddifiy inkas. Shundan chashqanning mush irimchikni yeb bo'lgandan keyin bu kunupkani 5 qatim sanashib ketgan. Demak u hamda bayatinqi chiqirash, yoki aynaklarga tushish, yoki yalan tatlash harakatlarining hammasi shallanib, to'xtamay kunupkani 5 inkasi kuchayib ketgan. Ya'ni maqsadlik besib boshlagan. Ondan sonra tunji qatim chashqan kunupkani tasoddifiy besib qoldi. Ammo bu tasoddifiy harakatda, tasoddifiy inkasda u tuyuqsiz so'g'at qilishib qoldi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir suyunchiga kirishib qoldi. Shu suyunchiga kirishgandan tortibla bu boshqa harakatlarni tashlab, to'xtamay kunupka besish harakatini oshirib etdi. Ondan sonra endi qaysi qonun barliq keldi desa, ifkt qonuni yoki unum qonuni, ya'ni odamlar shug'ullanayotgan harakatlarning ichida yoki hayvonlar shug'ullanayotgan harakatlarning ichida ma'lum harakat uningga ma'lum bir tasoddifiy harakat, ma'lum bir harakati uningga mukofot berib qolsa, yoki shuningdan huzurlanib qolsa, yoki shuningdan suyunchi kirishib qolsa, mayli odam yoki hayvonning bu harakatni qilish qatim soni ishib ketadi. Masalan, bir kala mo'ridi. Mo'riganlar uningga alab yoki bidibadi. Shuningdan bu kalada mo'rash ishib ketish mumkin. Demak, u tasoddifiy harakat qilgan, bidibadi kuchayib ketdi. Ikkinchi qatimliq mo'rishi tasoddifiy emas, maqsadlik elib berildi. Biz buni nima deymiz desa, biz buni mashg'ulot orqali shartlash deymiz. Shu atamsizlar, ya'ni ma'lum odam bir ishlarni qilib baqdi, uningga ma'lum narsa berdi. Yoki bir odam u yanda sayli qilib ketib bordi. Tuyuqsiz yo'lning ma'lum yerdan
5 koy pul tep bağan bolsa. O belkim aşağını 2-3 qitim, yani oyunu bitiş mümkün. Aslı o tasaddibi kitip qalgan, amma o 5 koy uçrap qaldı. Bu vaqtda onun hareketi küçüyüp ketdi. Demek ikinci qitim onun uyak berişi maqsadlik inkas qanıp ketdi. Şuna ifti qanun degan nima esa, biz qilayotgan hareketlarning ichida, tasaddibi hareketlarning ichida ma'lum biridan biz huzur ep qalsaq, o chaqda biz shu hareketni davomlashtirish qitim sonimiz oshadi. Aksicha, ma'lum hareketlarimizdan biz ziyon quchtirsak, yoki bo'lmasa azoblansak, yoki ma'lum bir hareketdan biz ma'lum bir jazo quchtirgan bo'lsak, bu hareketni qilish qitim sonimiz tuvallishi mumkin. Onda esa ballah kuchayli biz. Bir bal uchun unda bo'lsa, bal degan nurg'o'shlarni qiladi, yilani qilib ilmani qilib yilni qilib mishamiz tasaddibi hareketlar. Ammo bala buning ichidagi ma'lum hareketdan suyunchi kirishib qolsa, xushal bo'lib qolsa, bu hareketni to'xtamay qiladi. Unda esa ballarning eng xushal bo'ldigan suyunchi zot nima? U hargizmi qiliqvagan alab yoki bo'lmasa shashqanvaga irimchik bo'lmasligi mumkin. Unda esa balining bu qiliqini kuchaytiradigan bekteqa qilishing kerak ekan. Balning bu hareketini kuchaytiradigan suyunchi mukofot zot nima? Ataning diqqati. Ata-ona balining qaysi hareketiga diqqat qilsa, uning shu hareketi kuchayib ketadi. Bu mundaq bir qisqarlik holatini yuz berdi. Masalan, mening bir navrakamning bir balasi bor. Bu balasi to'xtamay, tokning deb qo'yamiz. Video chatlik 90 jeydigan yaga qo'lini bu tokbaga tiqib oladi menda. Buni tiqqan vaqtlar men ota-onalar yuzini o'ydikining hammasi, ota-onasi voy deb uning yoniga berib, uni tillab ketadi. Ammo u to'xtamay bu harakatni qiladi. Tillaydi. Ammo u yanlam qilaverdi. Tillisimi qiladi? U qachonda fursat topsa qo'lini shu tokbayaga sanjib oladi. Unda bo'lsa, bu 2 yoshlik bola, 102 yoshga kirdi. 2 yoshlik bolaning bu harakatini nim kuchaytirib yetib bordi bo'lsa, ota-onaning uningga diqqat og'dirganligi uning xushallik beradi. Chunki uni tillasa, ay desa, uning logika bo'lmaydi, u tushunmaydi. Ammo uni xushal qilayotgan narsa nima esa, uning ota-onasining uningga diqqat nazar. Şuna ata-ona balının tasaddibi hareketlerinin qaysiga diqqat qilsa, u shu hareketni kuchaytiradi. Bu hareketlarning ichida kuchaytirish, ya'ni eng kuchli kuchaytirish nimasi ota-onaning uningga bo'lgan e'tibori. Masalan, bir bola naqsh usul o'yinda, "Va" deb hamma o'ydikilning hammasi uningga diqqatini og'dirib, chavak chag'an bo'lsa, bola to'xtamay bu hareketni qaytlaverdi. Qaytlaverdi. Şuna nurg'un balalarning keyin jinoyat o'tkazishidagi sabab nima desa, bu bola balkim kichik vaqtida ota-onasining diqqat nazariga to'liq erishanmagan vaqtda o jamiyatdagi jamoatning, kishilarning diqqatini tortish uchun yomon ish qilish mumkin. Shu bolaga "Hay" degan sir ma'lum ishni qilishning sababi nima esa? Chunki "Hay" deganning o'zi amaliyotda ota-onaning uni mukofotlab qo'ygan hisoblanadi. Şuna ballardagi ba'zi ijobiy hareketlarni bildirganda asli ota-ona oshininga haqiqiy diqqat e'tiborini bildirishi. Ba'zi qiliqsizlik ishlarga diqqat e'tiborini bermaslar, bola darhol to'xtaydi. Masalan, mush bola qo'lini sanjida, agar hech kimning kari bo'lmasa, bu harakatdan tizla chekindi. Nima ish qilsa, suyunchi yo'q. Uningdan oladigan kuchaytirish, ya'ni mukofot bo'lmaganlik uchun. Uni qancha ko'zi kirib olgan sira, qo'lni sog'an qancha voy degan sira, balda bayatin dedik, harakati, ash harakatni qitim soni kuchayib ketgan. Shunga men bayatimni deb ketdim, bolalarning qaysi harakatini kuchaytmoqchi bo'lsa, ota-ona shu harakatga e'tibor berish kerak. Amaliyot aksi hozir qanday qilsa, nurg'a ota-onalar bolalarning qiliqsizlik ishlarga bek e'tibor berib, odatga yaxshi ishlarga e'tibor bermaydi. Unda qaysi harakat oshidi? Albatta, qiliqsiz ishlari eshib ketadi. Nima ish qilsa, bu yerda bolani kuchaytiradigan, bolaning nima deb qo'ydik? Mana xuddi chashqan irimchikni yeb kuchaytirayotgandek, bolaning irimchiki bu yerda nima esa, ota-onaning e'tibori hisoblanadi. Shunga buningga ota-onalar bek diqqat qilmasa bo'lmaydi. Masalan, maresim qaraylik. Bu bola tasaddibi kulimsirganda dadisi uni quchog'iga oldi. Shundan bu dadisining yoki opasining quchog'iga elishi bola uchun ajoyib yaxshi, suyunchi, xuddi chashqonga irimchik bergandek ish. Dastlab kulimsirishi tasaddibi. Uningdan bola huzurlandi. Hamda eng oxiri chulsa bu bola to'xtamay kuladigan bo'lib oldi. Keyingi kulishlarning hammasi tasaddibi kulishmasa, tasaddibi kulish emas, nima bo'lsa maqsadli kulish hisoblanadi. Uning harakati hargizmi tasaddibi kulib qolganlik hisoblanmaydi. Biz buni nima deymiz? Mashg'ulot shartlash deymiz. Shunga agar bu xil shartlashni ota-onalar to'liq bilib olgan vaqtda, buni nurg'unlagan
yaxshi bo'lgan bir xil natijalarni chiqarib bo'ldi. Ham shundaqla bolalarning ba'zi qiliqsiz harakatlarini tabiiy to'sib etkili bo'ldi. Unda biz yig'inchoqladik. Qanday bo'lganda bolalarning qiliqsizligini tuvaletib, yaxshi qilqina shug'ul bo'ldi. Endi otdi. Ya'ni mashqlar shartlash orqali bola qiliqsizlik qilgan vaqtda e'tibor bermaslik. Yoki e'tibor bermagan holat kirib olish. Yaxshi qiliqlarni qilganda bo'lsa, butun oila unga e'tibor berish. Ammo hozirgi oilada dal aksi. Shunga buni qat'iy o'zgartirish kerak. Mana mushu vaqtda bizning mashqlar shartlash darhol o'zining rolini o'ynaydigan gap. Ondan sonra mashqlar shartlashda biz nimani o'tirib qo'ydik desa, tasodifiy ma'lum harakatni kuchaytirib etgan vaqtda, ya'ni ma'lum suyuncha yoki huzur yoki mukofotlarni kuchaytirib etganda bu harakatning 101 qatim sonini oshirganligini bildik. Unda bo'lsa, o tasodifiy harakat qilmizchi? Bizning oshni tasodifiy harakatga qiyg'izg'imiz bo'lsa, masalan, sirk maydonlarida ba'zi mushuklarning to'pning ustiga chiqib olib usli o'ynaganini ko'ramiz. Unda bu harakat qanday shakllangan? Buni hargizmi uni ko'ndaguvchi saqlab turib, qachanda mushuk ashning ustiga chiqsa, men uni mukofotlayman deb saqlab o'tolmaydi. Yoki munda o'ylaylik, bir qo'yni usli o'ynatqimiz bo'lsa-chi. Biz hargizmi o'tirib olib, qachanda mush qo'y qo'lni ko'tarib usli o'ynasa, men uni bidiviraman deb saqlab turolmaymiz. Undas qanday qilamiz? Endi biz ba'zi harakatlar odamni tug'um bo'lmagan vaqtda biz uningga yaqin narsalarni shartlash orqali shu harakatni shakllantiramiz. Buni biz odatda shakllantirish deymiz. Ya'ni bevos shu harakat emas, shu harakatga yaqin harakatlarni to'xtamay kuchaytgan vaqtda suyunchi berish orqali. Masalan, bir mushukni to'pning ustiga chiqib usli o'ynatqizmoqchi bo'lsak, avval biz to'pni qo'yib qo'yamiz, mushuk to'pni yoniga berganda uningga mushuk yaxshi ko'radigan narsani beramiz. Undan keyin bag'ansi shu xil taraqqiy qildirib, eng oxirida mushuk andan keyin to'pning ustida o'ynagan vaqtda andan keyin uningga mukofot berish so'roq qilib uni shakllantiramiz. Yoki bo'lmasa bir bola kichik bir 2 yosh buvoqni sizlar to'nglatqini echib, sut botolkasini akkilish harakatini o'rgatmoqchi bo'lsangiz qanday qilsizlar? Hargizmi saqlab turib, qachondimush balam tasaddibiy to'nglatqini echib, sut botolkasini akkasa, ondan men uni quchoqlab yoki bo'lmasa uni chavoq chelib, uni rag'batlantirman deb o'tirolmaysizlar. Chunki u degan undaq tasaddibiy harakatning yuz berishi bek tez to'xtaydi. Unda qanday qilib bu 2 yoshlik bolani yoki 3 yoshlik bolani chiqib to'nglatqini echib, uning sut botolkasini yoki bo'lmasa ma'lum narsani akkasini shakllantiramiz. Buning uchun biz ashning yaqin harakatlarni, masalan, avval bala to'nglatqini yeniga borgan bo'lsa, uni chavoq chalamiz yoki bo'lmasa uni rag'batlantiramiz. Andan keyin u to'nglatqini tasaddibiy etishni, andan keyin ochgandan keyin to'nglatqidagi sutni olishni, demak, borgansiri shu harakatga yaqinlashtirib, andan keyin bu xil harakatlarni shakllantirsak bo'ldi. Bu hamda ko'pincha sirk maydonidagi ko'ndugishlarning ko'pincha qo'llanadigan harakatlar hisoblanadi. Masalan, bir bolani kitob o'qishga kichik vaqtdan boshlab qandoq masalan shakllantiramiz? Qanday qilib shunday mashg'ulot orqali shakllantiramiz? Birsi, balkim bu bolaga kitoblarni tashlab berish orqali kitobni tutib qolsam, kitob tutgan aman, uning diqqat e'tiborimizni berish yoki unga mukofotlash orqali kitobni tutganlik uchun huzurlantirishimiz kerak. Shundan bu bolada bag'az kitobni tutishga bo'lgan ishtiyoq paydo bo'ldi. Andan keyin u tasoddifiy kitob tutgan keyin chuqum ichib baqidi. Ochgandan keyin ochqinni rag'batlantirish orqali, andan keyin o'qishni orqali. Demak, mush asta ash harakatga, ya'ni kitob o'qish butun harakatni saqlab o'tmay, shu harakatga yaqin bo'lgan harakatlarni kuchaytirish orqali yoki bo'lmasa mukofotlash suyunch orqali bu harakatlarni shakllantiramiz. Unda hozir nurg'un o'nlar kallasi mundaq bir tuyg'u paydo bo'ldi. Balkim nurg'un ota-onalarmi mundaq bir o'ylashi mumkin. Unda esa bolamizni yaxshini qilsa mukofotlasak ham bo'ldi-ku deyish mumkin. Ammo men bu mukofot bo'ldi, biroq buni men tafsiliy tushuntirishim kerak. Qanday mukofotlash, qanday jazolash, qanday vaqtida mukofotlangan ish eng kuchli bo'ldi, qanday eng ojiz bo'ldi, men buni deb ketishim kerak. Birinchidan, men bayatdan dedim, bolalarga nisbatan eng cho'ng mukofot kichik vaqtida ota-onaning e'tibori. Ya'ni ota-ona nimaga bolaga qancha e'tibor bersa, shu harakat qo'zg'aladi, kuchayib ketadi. Qaysi e'tibor bermasa, shu harakatni ojizlashtiradi. Ikkinchidan, uningdan cho'ngroq bo'lgan bolalar uchun 4-5 yosh, 6-7 yosh bularmi shundaq? Endi ba'zida biz bularga mayli pul orqali yoki bo'lmasa ma'lum narsa orqali mukofotlashqimi biz majbur bo'lib qolamiz.
Demek mashg'ulot orqali shartlashning mushun taraqqiyot ostida biz mukofotlash va jazolashni mundaq 4 xil usulga bo'lib o'tamiz. Birinchisi nima degan vaqtda birinchisi plus mukofotlash. Bir odam plus mukofotlash degan nimasi uning berish orqali mukofotlashni biz buni plus orqali mukofotlash deymiz. Minus orqali mukofotlash degan nimasi uning yukini elib o'tish orqali, bir narsani elib o'tish orqali mukofotlash. Masalan, jinoyatchining qo'ldagi ko'zini elib etgan bo'lsa, uni minus mukofotladik. Ya'ni mukofotlash yukini. yoki biz bir kalining ustidagi 5-6 tag'ani elib etgan bo'lsak, u yeniklaydi. Biz buni minus mukofotlash deymiz. Pilot cezalash ise ten cezasını ko'rsatadi. Ten cezası asosiyatdan berish orqali jazolashni biz ten cezası deymiz. Yoki bo'lmasa uningga ma'lum ishni qil, uni qil, buni qil deb yuklash orqali jazolash, pilot cezalash. Minus cezalash bo'lsa, uningdek banasini elib olish orqali. Masalan, bolalarni ma'lum qilib qilgan bo'lsa, sen birga uydan taloq chiqmaysan deb uning erkinligini, bir kunlik erkinligini elib olish orqali. Yoki ma'lum odam jinoyat o'tkazgan bo'lsa, uning 20 yillik yoki 30 yillik erkinligini elib olish orqali jazolashni biz nima deymiz? Minus jazolash deymiz. Unda olsa buning qaysi eng unumli, qaysi eng unumsiz buning diqqat qilaylik. Biz bir narsani analiz qilaylik, savatdoshlar. Mashg'ulot shartlashning asosliq shu harakatni tasoddifiy qildi-ku bir odam. Kuchaytib itibaqan narsa nima bo'lsa, ashning erishgan suyunchisi. Unda bu suyunchi erishning 3 xil usuli bo'ldi. Qanday 3 xil usul bo'ldi degan vaqtda, har qitim shu harakatni qilsa suyunchiga erishib qilish. Masalan, bir bola har qitim bir ishni qilsa, uni chavak chaldik, har qitim qilsa chavak chaldik, har qitim. Biz buni odatda uzluksiz mukofotlash usuli deymiz. Uzluksiz mukofotlash degan nimasi? Ma'lum harakat qachon yuz bersa, shu vaqt kuchaytib men, shu vaqtda mukofotlab turish. Bu xil uzluksiz mukofotlash deymiz. Uzluksiz mukofotlashning alohida nimasi? Shu harakatni tiz shakllantirishga foydasi bor. Ojizlik nima degan vaqtda uzun davomlashmaydi. Ikkinchisi qarallik mukofotlash. Qarallik mukofotlash degan nimasi? Ma'lum harakatni 3 qatim qildi, 3 qatimda bir, yana bir 3 qatimda bir, yana bir 3 qatimda bir. Bu xil mukofotlash usulini yoki bu xil kuchaytirish usulini. Hamda mana B.F. Skinner buni tilga olgan vaqtda kuchaytirish deb olgan. Hamda men sizlarga tushunish bo'lsin, mukofotlash deb oldim. Mana harakatni kuchaytirish. Bu xil qarallik mukofotlashning alohida nima degan vaqtda buning shakllanishi sal asta bo'ladi, oldiga qaraganda. Ammo davomlashi oldiga qaraganda uzunroq bo'ldi. Endi eng oxirdagisi qaralsiz oldi mukofotlash. Ya'ni odam ma'lum harakatni qiladi, qachon mukofotni bilmaydi, ammo mukofotlanib qoladi. Qildi, mukofotlanib qoldi. Qildi, tasoddifiy mukofotlanib qoldi. Ammo mukofotlandi, qachon mukofotni bilmaydi. Bu xil mukofotlashning asosiy alohidalik nimasi? Hatta mangu davomlashi mumkin bu xil harakatlar. Bu harakatlarni yechmak yoki bo'lmasa, bu xil harakatlarni tuzatmak intan qiyin hisoblandi. Masalan, qimovozni o'ylaylik. Qimoni nima ishlar tashlanmaydi degan vaqtda, chunki qimovoz o'ynagan vaqtda u qachon futdig'ini bilmaydi, ammo futib qoladi. 4 qatim futdi, 1 qatim futib qoldi. 2 qatim futdi, 1 qatim futib qoldi. 5 qatim futdi, 1 qatim futib qoldi. 1 qatim futdi, yana 1 qatim futib qoldi. Bu xil usullarda shartlanib qolgan, bu xil usulda shakllanib qolgan qiliqni tashlamak intayin tez hisoblanadi. Şuna ballar mukofotlashda, uni o'zliksiz mukofotlash dastlabida yaxshilik turgan bilan, keyin bu xil mukofotlash darhol aks ta'sir berdi. Masalan, bir misol ko'rsatsam, bir buvay bor ekan, bu buvayning o'zi yolg'iz yashaydi ekan bu buvay. Bir kun uyda uxlab olsa, tuyuqsiz uyning sirtida 3-4 bola bu buvayning uyining oldidagi axlat sandiqida tifib o'ynaydigan birinchi chiqarib olibdi. Shular buvay buni talaga chiqib bu bolalarga munda debdi. Sizlar mushni tipinglar har qatim tepganda har kuni men sizlarga 5 yuan pul beraman degandan bolalar texim qo'shilib ketib, bu axlat sandiqini tipishni o'rganib olibdi. Bu 3 kun davomlashibdi. 3 kun bu boy bular 5 qo'yib beribdi. 4-kuni kelgan vaqtda bu boy chiqib, hozir iqtisodim sal nachar, shun sizlarga 5 qo'yib bermay, 2 qo'yib berib turay. Tip biringlar degandan bolalar sal xapulabdi buningga. Shunda bo'lsa-mu, bo'pti 2 qo'yib olgandan keyin, yana tip turildi deb, bu yana bu harakatni davomlashtiribdi. 3-kun chu deganda buvay chiqib, bolarim, meni qo'lim hozir shunda qisqa pul bermaydigandek turma, xapolmaysizmish axlat sandiqni bekorlik tip bersanglar degandan bu bolalar nima deb biz bekorlik tip ekanmiz deblar, bu axlat sandiqni tip harakatini to'xtatdi.
Demek ballarni bu xil to'xtamay mukofotlaganda qanday pasib natija kelib chiqadi bo'lsa, ballarning asli qizg'inligi, asli bir narsani yaxshi ko'rdi. Masalan, top o'ynashni asli yaxshi ko'rdi, aqliy sandiqni tepishni asli yaxshi ko'rdi. Biroq pulni ko'rgan vaqtda, mukofotning o'zi bu yaxshi ko'radigan o'yinni xizmatga aylantirib qo'ygan bo'ldi. Shunga bu mukofot azayganda bala buningdan tabiiyla chekinib ketadigan ahvollar shakllandi. Shunga balalarning ma'lum qizg'inligi nemish mukofot orqali to'lab ketdi, chunki bu mukofotni bergan vaqtda bu bala ishni o'z qizg'inligidan emas, mukofot uchun qildigan bo'lib qoldi. Qachon mukofot to'xtasa, bala shu vaqtda to'xtaydi. Chunki bir ota-onaning bir balani mangu mukofotlashi o mumkin emas. Shun qanday usulda mukofotlash eng yaxshi etsa, tasodifiy mukofotlash, qarorsiz mukofotlash, tuyuqsizlar, u umid qilmagan vaqtda, kutmagan vaqtda mukofotlash. Unda qanday xizmatchi o'zining xizmatidan zerikmaydi. Ba'zi xizmatchilar bor. Bularni maoshini jiq berib tutib qololmaydi. Nima ish qilsa bu har oyda maosh oladi, har oyda mukofotlanib turdi. Bunda vaqtlarda buning harakati darhol zerikishlik ishga kirib qoldi. Qanday xizmatchi o'zining xizmatidan hargiz voz kechib etmaydi desa, shu ishlayotgan jarayonda ma'lum yerdan qo'shimcha kirim kelib qolsa. Qachon kelganini bilmaydi, ammo qo'shimcha kirim kelib qolsa. Yoki ma'lum odam uningga pul sundirib oqish deb qo'ymizga berib qolsa, yoki biz qilayotgan tasodifiy pul kelib qolsa, bu qilayotgan ishini hargiz tashlab etmaydi. Shunga mangulik qiliq shakllantirish uchun biz qaysi xil mukofotlar usulini qo'llanamiz desa, qarorsiz holda, tasodifiy holda mukofotlanib qolsa, bu xil qiliqning davomli bu shakllanishi sal osti bo'ladi, ammo shakllanib bo'lgandikinlar bu uzun davomlashadi, mangu davomlash mumkin. Shunga biz buni qarorsiz mukofotlash deymiz. Ham jazolash, pilot jazolash. Pilot jazolash degan nima esa, pilot jazolash deganimiz biz tan jazosi berish orqali jazolash dedik. Minus jazolashni nima dedik? Uni elib itib turib jazolash dedik. Unda esa qaysi unum ko'rsatdi degan vaqtda minus jazolashni endi ozroq tavsiya qilamiz. Amaliyotda bal tarbiyalashda jazolashni qat'iy ishlatmaslik kerak. Bulapmı tan cezasını qat'iy bermesi kerak. Biz keyingi taraqqiyot psixikasini so'zlaymiz buni. Ota-onasidan to'xtamay tan jazasi yegan balada bu jazoni keyin cho'ng vaqtida yana sig'inib, yana o'zini jazolaydigan muhit yaratib oladi. Masalan, bir qiz ota-onasidan to'xtamay tayoq yegan bo'lsa, yoki jazolangan bo'lsa, bu keyin yana shu qizni jazolaydigan ma'lum bir er bilan to'y qilib qilish mumkin. Demek tan cezası. Ya olmasa bu tan cezasının özü balada ağır derecede psikikada naçarlık payda kıldı. Şuna pilot cezalashni qat'iy balalarga işletmesi gerek. Amet minus cezasını işletmesi gerek ama bazı balalarning bazı qiliqsizliklarni to'sash uchun minus cezası işletsi bo'ladi. Yani minus cezası degan nima esa, balkim balni shu kuni o'zi o'ynaydigan, yaxshi ko'rgan narsa o'ynatmaslik. Yoki bo'lmasa mag'arib allar ishlatadigan sen bugun o'ydilam o'tirsa, tala chiqmaysan deb jazolash orqali. Demak, tan jazosining sirtida minus orqali jazolashning usuli bir qadar yaxshi. Endi men shundoq bir narsani deb qo'yishim kerakki, bayotning qarorsiz mukofotlanib qilishning qiliq shakllangan vaqtda bu xil qiliq bek davomlashdi dedik. Unda olsa, hozirgi ota-onalarning eng cho'ng xatolik nima desa, eng cho'ng avarishlik nima desa, balla ularni intayin ma'lum narsani talab qilib yoki so'rab bizar qilib yutadi. Ya ko'miz kuzi kirib oladi. Bu nereden şekillenip qalgansa, dal balalarning qarorsiz mukofotlanib qolganligidan. Masalan, bir bala apsiga menga aya ishdan yoki ma'lum bir narsa appa dedi. Ana yoq dedi. Appa dedi, 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 oxiri bop deb biray dedi. Mushundaq agar bop demen apray deb qolsa, bu balada ana atını yoki anani mushkil qapsilish qitimsani bek chiqib ketadi. U bala kallasida aman bir kun deydi-go deb o'ylaydi. Xuddi qilmavas, aman bir kun uftiman-go deb bu harakatni davomlashtirib balımı apam men aman bir kun deydi-go deb qapsaldigan ahvollar shakllanadi. Shunga balning talab o'tirib qo'yganda ota-ona o'ylanish kerak. Yoq desa, chuqum biroq yoq deyish kerak. Agar hadish to'g'ri kelsa, hadish kerak. Yoki bo'lmasa uning shart qo'yish orqali ma'lum ishni qilgandan keyin unda mukofotlayman deb tursin bo'ladi, dopamin qo'zg'ab. Ammo yoq deblar, tursa deb qolsa, bu bola darhol hamon bir kun ota-onasining o'zining aqli muvofiq bo'lmagan, haddan oshgan, chekdan oshgan talablarga hamon unaydiq deb to'xtamay qapsaldigan ahvollar kelib chiqadi.
Yani şuna bu qanda bu qiliq nereden şekillenip qalgan desa, qaralsiz mukofotlanib qilishdan şekillenip qalgan hisoblanadi. Yani şuna ata-onalarning mushlarga cho'qim diqqat qilishini umid qilaman. Onda olsa dersimiz müşahede tugaydi. Onda so'raydigan savolinglar bo'lsa, so'rasanglar. Siz Muallim mush klassik shartlanish bilan mashg'ulot shartlanishning farqini deb bergan bo'lsangiz. Klassik shartlanish bilan mashg'ulot shartlanishning farqi to'g'ri. Klassik shartlanishda odam paspala turdi, uning tug'ma inkosidan foydalanamiz. Masalan, qo'rqash inkosi, yaxshi kurash inkosidan foydalanib, ma'lum bir narsani shu bilan birlashtirish orqali, masalan, ishni misol oldik, sho'lga yiqish uning tug'ma hissiyati, u ish turdi, biz uningga go'shtni ko'rsatamiz, ondan qo'ng'iroqni mayada go'sht bilan birlashtirib yutamiz. Bunda hech qanday harakat qilmaydi. Hech faqat turdi, tug'ma inkosi sho'lga yiqish, go'shtni ko'rsatdik, qo'ng'iroq chaldik, eng oxirida go'shtni ilib yutibmi, qo'ng'iroq chalish orqali sho'lga yoqizamiz. Yoki odam qo'rqdi, uni qo'rqatdik, bir narsa ko'rsatdik, qo'rqatdik, bir narsa ko'rsatdik, qo'rqatdik, bir narsa ko'rsatdik, keyin qo'rqatmaymi, bir narsa ko'rsatsa, uni qo'rqash shaklida. Klassik shartlanish bir xil tug'ma inkosidan foydalanib, uningda hech qanday bir harakat bo'lmaydi. Am mashg'ulot shartlanish bo'lsa, odam harakat qilib turdi. Ma'lum harakatni tasodifiy qilib soladi. Tasodifiy qilib solgan vaqtda uni yaxshi ko'radigan ma'lum narsani berish orqali yoki uningda bearam tuyg' paydo qilish orqali yo oshiramiz yo shu qiliqni kamaytiramiz. Shunga mashg'ulot shartlanish qandaq narsa esa odam qilayotgan yoki hayvonlar qilayotgan ma'lum tasodifiy qilib qolgan harakatlarni darhol kuchaytiramiz. Bu ikki o'rtasidagi farq shu. Tushundingizmi? Yaxshi. Yancha so'raydigan savolinglar bormi? Siz. Ali muallim, agarda shu ishqa go'shtni ko'rsatmay turib qo'ng'iroq chilayversak, sho'lga ajratib chiqaveradi. Masalan, go'sht ko'rsatmay qo'ng'iroq chilayverdik. Go'sht ko'rsatmay qo'ng'iroq chilayversak, bu ma'lum bir mazda o'tgandan keyin oq yenib ketadi, sho'lga chiqmaydigan bo'lib qoldi. Biz buni extinction deymiz. Extinction degan nima esa latin tili bo'yicha, ya'ni uchash deb ataladi. Ammo 10 necha qatim bermadik, u sho'lga chiqmadi. Ammo 10 necha qatimdiki yana go'sht ko'rsatib qo'ysak, yana bu harakat texim kuchayib ketadi. Shunga qaralsiz mukofotlash bu ajoyib uzun mezgilga paylaydigan bir xil qiliq shakllantirish. Masalan, bir balni siz kampit berdingiz, yaxshi edingiz, kampit berdingiz, yaxshi edingiz, kampit berdingiz, yaxshi edingiz, kampit berdingiz, yaxshi edingiz. Keyin kampit bermay yaxshi balda xushallik paydo bo'ldi. Yaxshi etsangiz xushallik paydo bo'ldi. Ammo uning uzun mezgil kampit bermay, yaxshi, 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 yaxshi devasingiz, uningda bu yaxshidan hech qanday huzurlanmaydigan ahvol shaklida. Shunga bolalarni mukofotlaganda ota-onalar shunga diqqat qilish kerakki, berib turib yaxshi degan gapni qaytib qo'yish kerak. Berib yaxshi degan qaytib qo'yish kerak. Keyin bermaymi, yaxshi desa, u bolada iliq bir narsaga erishgandek tuyg'u qayta qo'zg'alab ketadi. Albatta buni to'xtamay bir umr yaxshi deb qo'ysa bo'lmaydi. Ondan qaralsiz holda anikin pat mukofotlab yaxshi deganga qaytib qo'ysa, uning yaxshi degan gapining o'zi uning diliq ma'lum narsaga erishgan vaqtga tuyg'un paydo qila oladi. Siz. Ali muallim o'sha zahar, aroq degandek shunday xumor qiladigan narsalarni xumor bo'lib qilishim uchun shartlash orqali tushundirgan bo'ladimi? Bo'ldi. Masalan, siz aytgan, bu xil zahar buyumlari, heroin, morfin, yoki kokain, nisha qatorliq bu xil buyumlarning o'rtaq aloyiq nimasi odam badanda og'riq sezimini yo'qotish. Masalan, bir odam buni iste'mol vaqtda og'riq sezim, nervi sezimi tuvallab ketadi. Ammo badan qanday qildiysa, badan bunga qarshilik bildirib, og'riq sezimini oshirib turadi. Tushunalmi? Masalan, aqlingiz qilgan. Masalan, tunchi qatim ishtirgan vaqtda bu bola dajib ketdi. Ammo ikkinchi qatimchi 3, 4, 5, ya'ni har qatim ishtirgan vaqtda oqiga tirab turib oldi. Nima ish qilsa, odam badani bu kuchga darhol neytrallashtirishga urindigan gap. Agar masalan shartlandi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 qilgan vaqtda 3-chi qatim agar men qo'llanib qo'ymsam bo'lsa, badan tabiiyla, ya'ni oqi dojib ketadi. Demak, bu xil narsani iste'mol qilish to'xtagan vaqt bo'lsa,
odam badanida og'riq tuyg'usi ishib ketadi. Shunga ularning bo'g'im yoki suyak muskullari og'rishga boshlab qoladi. Unda buni shartlashdan qanday munosabat bo'lsa, zar buyumlarda odamning shartligini hukul yoki bo'lmasa ash iste'mol narsining sirtida nimaga asosli shartlandi degan vaqtda muhit shartlanib qoldi. Masalan, bo'ldi, siz kirkasangiz bo'ldi, Masalan, bir zar iste'mol qilgan odam zarni o'zining shu uyda iste'mol qildi, uni iste'mol qildi, muhitni ko'rdi, iste'mol qildi, muhitni ko'rdi, iste'mol qildi, muhitni ko'rdi. Keyin zar bo'lmagan vaqtida mush uyga kirib qolsa desa, yana uning dojib ketish shartlanib qolganlik uchun u darhol qo'zg'alib ketadigan ahvollar shakllanadi. Shunga nurg'ulgan zar chekkanlar garchi zar tashlash o'rinlarida 3-4 oydan keyin uning dorining ta'siri butunlay yo'qolib ketsa-mu, u yerdan chiqibla o'ziga burun tunish bo'lgan muhit kirgan amanlar yana badandagi og'rish tuyg'usi, dojish xuddi shakllangandek, uningda yana qayta badan og'rish paydo bo'lgan ahvollar shakllanadi. Shunga bu xil buyumlarga xuma bo'lib qolganlarni hamda saqaytishga birdan-bir usul nima degan vaqtda shu o'rindan boshqa bir shaharga yoki boshqa yerga ko'chib ketish kerak. U cho'qim o'ziga tunish bo'lgan shu muhit, shu zarlarni iste'mol qilgan vaqtga do'stlari, ko'rinishlar, anandan shu daldaraqlardan tortib hech qaysi uning ko'rinmagan vaqtda balkim buningda ozroq tashlash umidi bo'ldi. Albatta bu yangi muhitda cho'qim o ko'ni muhit qaraganda uning xuma holati pasayishga boshlaydi. Masalan, Vyetnam urushida Amerika askarlari Vyetnam borgan vaqtda nurg'un askarlar zar xuma bo'lib qolgan. Ammo yurtga qaytgan bo'lsa, asosiyatimiz tashib etilgan. Nima qilsa, ma'qul muhitda shartlanib qoldi. Ash muhit kirganda qo'zg'aldi, muhit kirganda qo'zg'aldi, boshqa muhit kelganda cho'sganda yo'qolib ketgan. Shu nurg'un yoshlarning zar iste'mol qilib hayotning qurbon bo'lishining ko'pinchisi qanday yerda yuz berdi bo'lsa, o'zi iste'mol qilgan yerdan boshqa bir muhit iste'mol qilib qolgan vaqtda dorining miqdori uningga nisbatan ig'ir kelib ham shu yerda hayotining og'rildigan ahvollar shakllandi. Shunga birdan bir umid nima deganda ko'chib ketish. Undas bo'ladi. Bugungi darsimiz mushahada bo'lsin. Hammaning anglab berganiga rahmat. Xo'sh.